Assalamu alaykum. 28 iyun tug'anlar. 2026-yil Qizilka shahri. Qancha so'mdan bola cho'jalar? 90 so'mdan aka. 90 so'mdan aksiya olib ketdi. 90 so'mdan. Cho'jalar qanchadan? 90. Cho'jalar Jaydarlarmi? 80dan ham beradi. 80dan olib beradigan tug'anlar. Assalomu alaykum. Oq tovuqlar qanchadan bo'ldi, oq tovuqlar? 100 so'mdan bo'lib ketdi. Oq tovuqlar baya oldim degan kishi 100 so'mdan olib turibdi. 100 so'mdan bo'ldi ekan tug'anlar. 773 100 so'mdan aksiya oldi ekan. Qancha? 0773 0701 22 ga baylanışırsa 100 so'mdan aksiya oldi ekan. Kaptarlarcha 200 so'mdan 1,5 ming ketdi. 200 so'mdan 1,5 ming so'm o'chen tug'anlar. Jellar 24 ga qatorib ketamiz. Tovuqlar bo'yicha o'ta soniy reportajlar chiqib turadi tug'anda. Assalomu alaykum. Cho'jalar qanchadan ekan? 380. Qancha oyliqlar? 3 oyliqlar 380 dan ekan, oralashlar ekan tug'anlar. Cho'jalarcha kichkina. 120, хороший, 250. Indikning cho'jalar qolmadimi? Broyler qanchadan bo'ldi? Broyler. Qanchadan bo'ldi? 180 so'mdan broylerlar bo'ldi ekan. Qancha kunliklar? Qancha oy? Ular 2 jumaga yaqin. 2 jumaga yaqinlar degan 180 so'mdan bo'ldi ekan tug'anlar. Telefonlarda aytib qo'y. Baylanish. 989 bilan 999 03 11 84 ga baylanish tug'anlar. 180 so'mdan ekan. Qanday cho'jalar qanchadan bo'ldi? 1,5 mingdan cho'jalar bo'ldi ekan. Mana cho'ng'ayib qolibdi. Mana yindukning bolalari tug'anlar bekishga istaganlar ekan. Tug'anlar qancha so'mdan bo'ldi atacha? 1400 so'mdan bo'ldi ekan. Qarang. 224 bilan 233 091 mana yindukning bekishga izlayotganlar bo'lgan bo'lsa, baylanishaversa, uyda da bor. Adres qayerda? To'las Tolmonda ko'p ekan tug'anlar. Baylanishaversa. Mana cho'jalar qaranglar, so'ning qilib olib kelib qo'ydi. Qancha so'mdan bo'ldi? 1700 dan. 1700 so'mdan bo'ldi ekan. Qancha oyliqlar bular? 41 kunlik. 41 kunliklar ekan. 1 oy 11 kunliklar ekan-da, значит. 1700 dan. Süleşiyoruz. Telefonunuzu aytib bering aja. Bilan 707 bilan 87 87 83 83 74. 74 ga baylanışasizlar. 1700 dan ekan tug'anda optimal söyleseniz arzonlatib beradi. Qaysi kanal aka? 24 degan YouTube kanali. Cholab qanchadan bo'ldi? 35 dan ekan. Qancha so'm bu induk? 550'den. 550 dan cho'jalar va. Enasi bu? Bu enesi. Optim qanchaga? Bunu 2,5 ming. 2,5 ming. 7 bolasi bor ekan, ha? 2,5 ming 550 ekan ekan. Qancha so'mdan bular? Çecesi var indi. 2000 so'mdan ekan induklar. Cho'jalar kami bor ekan. 11 çecesi. Qancha kunliklar bular? Qancha kunliklar? Bir jarım aylık ekan-da, примерно. 2000 so'mdan bo'ldi ekan, примерно 1,5 oylikda induklar. Sizlar yoqda qancha so'mdan tug'anlar kommentariyga yozib qo'ysangiz, arzonmi, qimmat. Uyda o'ta ko'p qo'yon bor ekan. Buni hozirda tug'anlar qo'yonlar aksiya bo'ldi ekan. Qancha so'mdan bo'ldi? Qanchadan? Var aka, kattalari 1000 dan bo'ldi. Kattalari 1000 dan, kichkinalarchi? Oqtari 800 so'mdan, 1000 so'mdan, 800 so'mdan ekan. Bularchi? Bular ham shoda. Bundan şu an 1000 so'm, 800 so'mdan ekan. Qo'yon izlaganlar mana telefon nomerlarida baylanishib ko'ringlar tug'anlar. Uyda ko'p ekan. Qo'yon izlaganlarga telefon nomer 0500 10 75 78 ga baylanish qiladi tug'anlarimdan. YouTube'dan izlayotganlar ya qanchadan bo'ldi tovuqlar? 900 dan bo'libdir buna. Chivir tovuqlar. Bu qancha so'mdan bo'lib ketdi? Oho. Sizniki aka? Bu kukushkalar. Mixalenskiy kukushkalar bor ekan. O, sonni gapiraman. Biri semeyka qilib olam desa, bor javob. Qanchadan ketdi? 1000 dan 900 dan ketdi. Qisqa sizlarga telefon nomerlarini olib beraylik, mushul yerdalar sotilib ketadi.
talab ketdi elderchi, mana qaraqlar elder ko'p. G'oz qancha? 2000. 2000 urg'ochi erkak ekan ha? 2000 ekan. Bu qancha boltar yaponlar? 1,5 mingdan 1,5 ming so'mdan ekan yaponlar turganlar. Mana sisarka qancha boltar? 1000 so'm ekan sisarka. Bo'dinlarchi? 200 so'mdan ekan. Sisarka 1,5 bor ekan. Qisqasi bozor rosa qizuvdachi turganlar. Qancha boltar mana o'rdak? 1000 so'm. Bunalarchi? Bular mana 1000 so'mdan bor. So'mlar 1000 so'mdan ekan kam bor ekan. G'ozlaringiz qanchadan? 2000 dan kami bor ekan. Adilar qanchadan boltar bular? 600 dan. 600 dan. Bular ham tuxum makina o'xshaydi, ha? Mana qancha boltar qora tovuq? Jersi. 2000 so'm. Qanchadan bular? 500? 500 so'mdan ekan. Ishni to'g'ri. Qisqasi bundan oralash tovuqlar o'ta ko'p ekan tuganlar, oralashlarcha. O'rdaklar qancha bo'ladi? Sizlar emasmi? O'rdak cho'jalar qanchadan o'rdak cho'jalar? 150 dan kam bor. 150 so'mdan kam bor. Ne degan paroda bular? Jaydar. Jaydar, obishni jaydarlar ekan tuganlar. Telefonlaringizni aytib qo'ying YouTube kanalga. 554 meni. 554 bilan 04 04 14 14 21 ha? Bo'ldi, shu telefon nomeriga baylanishga 150 so'mdan ekan. Отправкалар kelishim borda bo'ladi. Cho'jalar ejam, ular ne degan cho'jalar? Tashkentskilarimiz qanchadan bular? 180 so'mdan ekan tuqqanlar. Tuxum bog'itimdan deydi, Tashkentski deydi. Bularchi? Broiler qanchadan? 180 dan berildi. 200 o'tadi. Yemi tuqqanlar az telefon nomerini aytam, baylanishib, charchab soldirib olinglar. Ayting telefonlarni. 777 16 08 bunaqa. Ko'raverasiz. 150 so'mdan ekan tajonlar tuganlarim aka. Tajon izlaganlar koreyskiy tajonlar buni oralashlar ekan, jersi bor ekan 150 dan. O'rdaklar qanchadan? Jaydarlar. O'rdak 150. O'rdak 150 g'ozlarcha 500 so'mdan ekan. Hem telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 76 meni. 776 38 38 91 ekan tuganlar telefon nomerlari. Induk qancha? 650. 650 dan ekan. Baylanishaverasizlar. Sizlar jo'natirib like-dan bosib, kommentariylar yozib qo'yinglar tuganlar. Like-dan bosib, kommentariylarni yozib, bizning kanalga xatolni unutmanglar. Do'stlar bilan bo'lishib qo'yinglar. Eng alamma горячий tovuq bozor bize chiqib turib, hafta sayin xudo xolasa aka. Solishtirib ko'raverasizlar. Qaysi jihatdan ko'rib o'tasizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar tuganlar. Ya bu dakanlar qanchadan? Kimniki? Bu paradoks qanday? Mana qaysi kim tovog'i bu? Qanchasi bu? Qo'ros. Qanchasi? 2,5 deb odam. 2,5. Me degan qo'ros. Chorniy prins o'xshash ekan biroq. Chorniy prinsga. 5000 so'm ekan dakanlar bunaka. Ko'ringizlarchi. Cho'ja ekan hala. Cho'ja ekan 5000 so'm ekan. Mana kelachagi bor ekan tuganlar. Me deysizlar ham. Telefondan olsa aytib qo'yinglarmi? Sotib olsa sotib berasiz. Buni olib ketishadi agar. Olib ketishdimi? Ha, bo'ldi. Cho'ja qo'ras qisqasi 1000 so'm bor bo'ldi. Biraz qilsanga bitta shab olib kelayin. Bo'ldi, davay, tapking. Yo'qa tushib. Qarab qo'yinglar. Mana ek. Dekorativni ketsin ekan. 2000 so'm. 2000 so'm ekan. Shabo. Cho'ja qo'ros. Cho'ja qo'ros. Baylanishasizlar. Telefonlarda aytib qo'ying. 507 meni. 507 bilan 67 68 68. 67 68 68 deb baylanish qilmagan. Cho'ja qo'ros. Chatga turadi. Ona 1000 so'mga bor bo'ldi. 2000 kam bor. Men qancha sotildi? Bu qancha sotildi? 4000 ga sotilibdi. Buni 2000 kam bor. Qancha so'm? 5000 kam bor. Qo'ros qancha bu qo'ros? 3000. Ekranni cho'q o'rayin deydi.
3000 so'm. 2,5 ming kami var ekan. Ekan 2,5 ming kami var deydi onda. Qancha bu ekan? 1.8. 1,8 ekan bu. Buchi? Qancha bu? Basi. 1200. 1200. Senga arzon ekan ha? Maki 2000 ekan. 2000 kam var bu. Kaptarlar qancha so'mdan kaptarlar? 500 ming so'm aka. 500 so'm. Qaysinisi 1000 so'm? Mulavi. Mulavi. Mulavi 1000 so'm, mulavi 1000 so'm ekan. Mulavi 500 dan ekan. Bularcha qancha so'mdan? Oqimi? Yo'q, qancha? 400. Narxi-chi, kilomi? 350. 350. 400 so'm, 350 so'm ekan. Kaptar tortqiladiganlar sizlarga tortib beramiz. Bog'lari bo'yicha tanishibmiz, sosib ko'raverasiz. Qancha so'mdan ekan kaptar? Manaları 500 so'mlar. Balları 200, 300. 500 so'm, 200, 300 so'mdan kaptar izlaganlar qiznikiga tovuq bozorga kelaverasiz. Har voskreseniya kuni tovuq bozorda kaptarlar chiqadi. Qanchadan bular? 450 so'm. 450. Общий, ha? Bilmayman, qalaganlar tutib oladi. Oson sotmoq, ha? Wow. Bular qanchadan bular? 1,5 million. Oqtar qanchadan? Aktar 500. Har 500. Qancha bular? Bularchi? Bunlar da 500. 500 so'm. Ko'raverasizlar, kaptar qilib toptaganlarga to'g'ri. Mana kaptarlar. Ko'rdingizlarmi? To'g'ri kelsangizlar, mana eng jo'g'ri joyda kaptarlar sotadi. Qanchadan kaptar? 200 so'mdan tomdoshi. 200 so'mdan tomlamay aksiya olib ketdi bu yerda. Bular sayramay ishlatgan pakajda tortib qo'yilsin. To'g'rilar, shunday tovuq bozoridan sizlarni tanishtirdik. Sizlar omon-eson bo'lingizlar. Daha bir joy aytib kanalga qatnashasiz, like'dan bosasiz, kommentarlar yozasiz. Qaysilikdan ko'rtasizlar to'g'rilar. Assalomu alaykum qizilka shaharlar.